Assalomu alaykum rahmatulloh yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Eski katta yo'lda chiqarib tashlab bo'ldi bityapti hozir. sizlarga videosini qo'ygan 500 kvadratli katta yo'limizni o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli yo'l 60 gradusga olib chiqdi. Donishni bitta ko'ramiz. Areshli ko'mir yoqishgan hisobiga bu ko'p qurum chiqarar ekan, ko'p kul chiqarar ekan. Kecha sistemada qora ko'mir yoqib sinashgan ekan. Qora ko'mir oxirigacha yetkazib bermabdi. 40-50 gradusga chiqargan ekan. Bugun areshka bilan yoqib sinab ko'rdik. Xudo xolasa 60 ga chiqardi. Ishlab turibdi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli katta yo'lda kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Bular bilan Asadbeklar ishlaringizni xudo xolasa chiroyli qilib beradi.